Asl haqiqat kerakmi? Men indamay jim ketayotgandim. Asl haqiqatni aytish vaqti keldi. Nega u bitta ayolni sha'nini qoralayotgan ayollar jim ketib qo'rqib qoldi, shantajdan qo'rqaman, qo'y degani qo'rqoqlikmi? Yo'q, men unaqa demayman. Men shantajdan qo'rqmayman. Asl haqiqat shuki, u narkoman. Asl bizni janjalimiz nimadan kelib chiqqan? U menga har kuni ertalab mehr bilan kofe tayyorlab berardi. Va ana shu kofega o'z ko'zlarim bilan ko'rganman. Shunday do'shdan chiqsam, menga shunaqa kapsulada parashokni qo'shib berayotganini. Nima deb baqirganman? Sani ekspertizaga beraman, hozir mana shu kofeni olib boraman, hozir bolalarimni chaqiraman. Keyin u menga to'xta jonim, asalim, eshit. Bu mana relax tilintagiga tashyapti. O'zim har kuni ertalab buni ichaman. Necha yillardan beri. Sani stressdan qutqaradi. Sen stressdasan degan. Men stressda emas edim. Meni oxir paytlar mazam bo'lmay kelayotdi. Ko'zlarim teg ko'karib, o'zimda mast bo'lib, testga baqiradigan, jahlim chiqadigan, yotoqchiraydigan bilsam, har 2 soatda menga kofe ichirib, bu shunaqa psixotropni tabletkalarni berib yurgan ekan. Va shu kunni o'zida haydamoqchi bo'ldim. Miyamda kartina aylandi. Bankda pulim bor. Hali qayerlarda nimalarim bor. Hozir hamma narsani hal qilib olishim kerak. O'ylab olaman. Buni boshini silab turaman. Va siz xotiningizga yomonlik ravo ko'rmaysiz. Keling shuni hozircha ichmay, mayli o'zingiz qilsangiz me'yorda qilarsiz. Men dedimki, hozir mazam yo'q, bermay turing shu doringizni dedim. Xo'p, ishondilar. Boshini siladim. Keyin aytdim, onamga dedim, yillar davomida sen meni pulimga yashaganingni, boshqani istamasang, kejonim, men bolalarim oldida dedim, pul qani desa, отчет berishim kerak. Pulimni ber dedim. Yig'ladim, siqtadim, boshini siladim, avrab. Endi bularni detalni aytmay, men kerak bo'lsa yana aytib beraveraman hali. Va bankdan 75 mingni olganimga xursand bo'ldim. 25 mingga qani desam, klipingga ishlatdim dedi. Klipni pullarini na samom деле blogerstvadan, boshqa bizneslarimdan topgan pul joyimda berganman. Lekin shunisiga ham shukr qildim va pulni olganimdan keyin hamma narsadan kechib uni uydan haydadim. Endi bu narsa yolg'on bo'lsa agar, men hammasini aytib o'tirmayman. Nimaga Manzur opam klip olganlari buni intervyusidan ancha oldin edi. Bu narsa klipda e'lon bo'ldi. Nimaga Karimbek mendan intervyu olgan, esinglardan ko'k paltoda nimaga ketdi Gulapa deganda o'g'irlik qildi. Bitta aybi bor. Agar nervimga tegsa aytaman deganman. Va o'sha aybini men ularga eslatganman. Ular biladi juda yaxshi. Va zamon o'zgar. Men intervyuga borgan boshida nimadan ajraldingiz deganda, iltimos hozir shuni chiqarmaylik, kerak bo'lib qolsa men aytaman buni deb soch koreya qiz mendan intervyu olganda aytganman. Menga dori berdi deganimda qotib qolgan. O'sha yerda intervyuni ko'rib chiqing. Bitta narsani eshitdim va o'zim shokka tushdim. Gulchehra haqiqatda bo'lgan voqea bor ekan deb aytib o'tib ketgan, lekin biz to'liq aytmaganmiz. U haqiqiy narkoman. Uni uydan haydaganimdan keyin men erkak kishining orqasini tekshirmasdim, cho'ntagini kovlamasdim. Kovlaganimda ana shunchalar psixotropni tabletkalar chiqqan. Va bu tabletkalarni men Yunusobodda tumanda yozgan prokuraturaga olib borib videosini topshirganman. Mana shu narsa uning cho'ntaklaridan chiqdi. Qolaversa, shunday cho'ntagini kovlayotgan joyimda Nargiz opa bilan topganmiz va onasiga video qilganmiz. Oyjon, qarang, nimalarni topdim. Undan tashqari har kuni ertalab bitta shkaf tomonga boraverardi u. Shunday kovlasam, ichidan nima chiqqan bilasizmi? Baklashkada tutab yotgan baklashkalar chiqqan. Va adasiga ham, onasiga ham bu video yuborilgan. Videoni qo'ymayman, qonun bilan yana topshiraman borganimdan keyin. Va oylariga hammasiga aytganman bu narsani. Va u keyin oyisiga nima degan bilasizmi? Oyisi menga telefon qilyapti. Haqiqat kerakmi sizlarga? Gulya, o'g'lim aytdi, agar o'sha videolarni tarqatsangiz, chiqarsangiz, Nargizani bo'yniga qo'yamiz ekan. Nargizani eri olib kelgan, Gulya qilgan deb aytar ekan dedi. Va shundan keyin biz Nargiz opa yig'ladilar. Meni oilam bor, bolam chaqam bor, meni shantaj qiladi, buni chiqarmang dedilar. Xo'p.
Keyin buni hamma atrofimdagilarga telefon qilib shang'illashlarini nimaga atrofimdagilar qo'ying guli deydi. Chunki buni shantajchiligini biladi. Hammaga aytar ekan telefon qilsa, agar meni yozib olib chiqarsang, seni oilang buzilib ketadi. Men sen to'g'ringda shantaj bilan olib chiqaman. Takshi meni ham shantaj qilyapti. Meni yo'qotadigan, qo'rqadigan narsam yo'q. Chunki meni Alloh ham, yaqinlarim ham biladi unaqa emasligimni va farzandlarim, onam ham biladi asl haqiqatni. Shuning uchun men qo'rqmayman. Men shantajdan chiqaraveraman. Men bir joyda yeb qo'ygan narsam yo'q undan, yo birovni tagiga kirib chiqqan joyim yo'q, yo rasvoish qilganim yo'q. O'shaning uchun qo'rqmayman. Lekin haqiqat shuki, men undan oldin bu narsalarni yaxshi ham kerakli insonlarga aytib qo'yganman, videolarini topshirib qo'yganman va dalshi yana topshiraman. U juda ham kuchli narkoman. 3 oyda deyapti. Men deyapti, tadbirgami ketdim, tadbirga ketmagan. 3 oyda uydan haydaganman. O'shanda ham uni cho'ntagidan qora qanaqadir salafanda dori topib olganman. Yo'qotda, sen narkomansan deganda, keyin qasam ichgan. Bitta shuni qilardim, tashiyman. Boshqa qilmayman. Onamga ham yig'lagan, men o'shanda ham onamga aytganman. Ona, u narkoman. Qilmayman dedi qizim. Boshqa anaqa qilma. Men uni narkotik chakishi yokida uni o'g'irlik qilishini ham kechirishi mumkin edi. Lekin menga berishi, meni tugatishini men ko'tara olmadim. Va men u ketgandan keyin ancha payt profilaktika lecheniyalar boshqalar oldim. Va menga doktorim aytdiki, yaxshiyamki sen ko'rib qolding. Seni organizming sport bilan shug'ullanasan, detokslar qilib turasan, qabul qilmagan. Bo'lmasa sen hozir lomkada nima qilish bilmasding. Tag'ji uni qayerdan olishini ham bilaman. Har kuni tog'a deb ko'kchada uchrashadigan odami bor. Men bilan ham borgan, lekin nima qilganini bilmaganman. Nima qilyapsiz desam, yo o'zim ishim, o'zim har kuni qatnaydi. Men birinchi urushib qolib ketganda shantajingdan qo'rqmayman, tog'ingni sotaman deganimdan keyin u narsani olib chiqa olmadi. Va uni admini bor, ismini aytmay turay. Adminini men sudda yozib berganman prokuraturaga. Otini hamma biladi. O'sha unga va ular shu bilan shug'ullanadilar. Mana haqiqatlarim. Hali to'liq aytmadim, chunki men dam olyapman, perezagruzkadaman. To'liq gaplar kerak bo'lsa, men xalqqa hammasini aytaman. Nima uchun uni ayollari jim kelgan? Uni ayollarini shunchalik qo'rqitganki, u haqiqatda ayollardan pul olgan, haqiqatda shantaj qilgan. Rasvosan, fohishasan deb aytaman degan. Endi videolarga kelsak, bitta narsani aytay sizlarga. U haqiqatda odamni o'zidan chiqarib baqirgandan keyin videolar oladi va xotinlarini ham qaysidir holatda video olgan, ular qo'rqadi. Men qo'rqmayman, chiqarib yuboraver. Va yana bitta narsa, u hamma ayolini fohishalikda ayblaydi. O'zi tozamikin? Va yana bitta narsani aytib o'tay. Onamga hech qachon intervyudan keyin bormagan. Onamga hali men to'liq haqiqatni uyga borib tushuntiraman deyishimdan oldin bu telefon qilib hammasini gapini onam, mayli bolam, hali yangi kuyov-ku, men hali aybini aytmaganman. Urushmang, uni urushaman, uni bunday qilaman, opalarim ham bo'pti, yarashtiraman degan joylarni bu yozib olgan. O'shani fakt deyapti. Hali shunaqa faktlar, shunaqa narsalar kerak bo'lsa, men ham intervyu qilib to'liq gapiraman. Xosdan bo'lyapman, boricha gapirdim. Qanday qaraysizlar ayollarni shantaj qilishga ayollar, ayollarni narkoman qilib yuborishga ayollar, haqiqiy narkomanlarga, moshinniklarga, shantajistlarga bizada o'rin bormi? Yana aytaman. Qancha gapirasan, haqiqatni olib chiqaveraman. Qancha gapirasan, haqiqatni olib chiqaveraman. Sog' bo'l.